Bu murojaat qilishimizdan sabab mana shu yo'l katta trassadan o'tgan bizning shu mahallamizning boshlanish joyi asfalt qilinadi deb bir 2 yildan beri shu muammo 3 yildan beri bo'ladi orqa tomonlar odam yashamaydigan tomonlar bo'lib kelyapti. Mana mening uyim shu ro'paradagi uyim. 2 kunda bir albatta kelinlarim chaqiraman, domda yashaydi, kelib uborka qilib ketishadi. Ayni mana hozir issiq kunda ayniqsa yashashdi o'li. Umuman iloji yo'q. Uyni ichiga kiring, mana hozir kirib ko'rishlaring mumkin. Hamma yo'q chang. Aytaman, har olsa sotib ketib olmoqchiman. To'g'ri gapda endi. Bu Marg'ilon shahrida joylashgan Qirgili mahallasi, xususan Usmon Nozir ko'chasi. Aholi bu yerga ko'chib kelib, xonadon qurib yashay boshlaganiga 20 yildan ortiq vaqt o'tgan. Ammo shu kunga qadar ko'chaning holati o'zgarishsiz qolmoqda. Asfaltlanmagan, g'arq bo'lgan, chang va yomg'ir yog'ganda loyga aylanadigan yo'llar mahalliy aholi uchun eskidan beri muammo bo'lib kelmoqda. Va'da berishyapti, o'tgan yil falonchi ko'chada bo'lyapti, sheki keladi deyishdi. Bo'lmadi. To'g'riga battagilarga aytdik, raislarga aytdi. Bo'ladi. To'g'riga oxiri majbur bo'ldi shu. Yo'llarning ta'mirlanmagani nafaqat aholiga noqulaylik tug'diradi, balki bolalarning maktabga borib qaytishi, keksalarning harakat va hatto shoshilinch tez tibbiy yordam mashinalarining vaqtida kelishiga ham salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu holat mahallada istiqomat qilayotgan fuqarolar tomonidan ko'p marotaba tegishli tashkilotlarga yetkazilgan bo'lsa-da, amalda haligacha yechim topmagan. Ko'chamizdagi suv, svet, gaz muammolarini o'zimiz mahalla bilan kelishib, pul yig'ib shularni qilib kelganmiz. Endi asfalt masalasi kelganda, mana 3 yil bo'lyapti, asfalt qilishga arizalar berganmiz, lekin shu kungacha mana asfalt bo'lmayapti ko'chamiz. Lekin shu ko'chamiz boshqa desangiz yaqin, mahalla fuqarolar yig'ini idoramiz shu yerda. Yo'l katta yo'lga yaqinmiz, lekin asfalt bo'lmayapti. Va'da bo'lyapti, lekin asfalt yo'q. Qishda loy, yomg'ir yog'sa yo'llar o'ydi-chuydi ketadi. Mana shu hammasi aytib berishi mumkin mahallamizda. Yozda bunaqangi chang. Bolalarda o'ynashi bor albatta. Bolalar ham changda o'ynayapti. Kechki salqinga majbur hida mashinalar o'tib turibdi, tez mashina o'tadi, katta yo'ldan o'tishadi, mahallaning ichiga ketishadi. Chang. Bu narsani oldini olamiz deb harakat qilyapmiz. Hatto o'zimiz ham yordam berishga rozimiz. Agar shu narsani qiladigan bo'lsa, shu ustalar keladigan bo'lsa, qanaqa kamchiligi bo'lsa harakat qilamiz, bizdan tek turmaymiz. Lekin bo'lmayapti shu narsa. Ko'chaning faqatgina kirish qismi, taxminan 15 metr atrofidagi masofasi asfaltlangan xolos. E'tiborlisi, ko'chaning oxirida har bir qism asfalt bor, lekin o'rta qismi mutlaq ta'mirsiz. Bu holat nafaqat noqulaylik, balki adolatsizlik hissini ham uyg'otadi. Shuningdek, mazkur asosiy ko'chaga tutash bo'lgan yana ikkita tor ko'cha ham butunlay asfaltlashmagan va yomg'irli kunlarda harakatlanish juda og'irlashadi. Aholini hozirgi xohlayotgan eng oxirgi iltimosi, davlatdan bo'lgan iltimosi ozgina bo'lsa ham hissasini qo'shganda, mana shu 4 metrli asfalt hissasini qo'shganda qolgan 6 metrini biz o'zimiz aholi qo'shilib qilib yuborardik. Keng chiroyli bir barhavo yo'l bo'lardi. Mahalliy aholi so'zlariga qaraganda 2024-yilning noyabr oyida Usmon Nozir ko'chasida nihoyat tekizlash ishlari boshlangan. Mas'ullar kelib, bu gal albatta asfalt yotqiziladi deb va'da bergan. Aholi ham befarq qolmadi. Hududi obod bo'lishi uchun hashar tariqasida mablag' to'pladi. Hatto asfalt yotqizish kerak bo'ladigan kichik mayda-chuyda narsalar uchun ham hissa qo'shishdi. Biroq ko'p o'tmay havo sovuqlashayotganini bahona qilib ishlar to'xtatildi. Qish o'tkazib, bahor boshlaymiz deyishdi. Aholi ishondi, kutib turdi. Ammo endi bahor ham o'tdi, yoz ham e'lon qilindi, lekin na texnika, na ishchi, na asfaltdan darak bor. 7-8 kishi pul yig'ishni boshlaganmiz, lekin to'xtab qolgani uchun biz ham qolganlarni tek turibmiz. Agar majbur zarar bo'ladigan bo'lsa, mayli yordam beramiz qo'limizdan kelgancha. Ko'chamiz asfalt bo'lib obod bo'lsa, bolalarimiz, nevaralarimiz xavfsizroq, hamma tomonlama xavfsiz bo'lishini xohlaymiz biz ham. Sog'lom bo'lishini xohlaymiz. Bitta changda o'tiribmiz. Mana qo'shnimiz aytmoqchi, doim mashina o'tadi, doim changdamiz. Ishchilarning muntazam kechiktirilishi aholida ishonchsizlik, norozilik va haqli e'tiroz uyg'otmoqda. Har gal yangi bahona, yangi vaqt, lekin natija o'sha. Ko'chada yurish mumkin emas. Chang qopsa, nafas olish qiyin. Yomg'irda esa loy botqoqdan chiqib bo'lmaydi. Xo'p, ular shunchalik harakatga kirishgan ekan. Nima uchun mana issiq kunlar kelgan bo'lsa ham hali hamon faoliyatga ko'rsatishmayapti. Chunki o'sha paytda agar sovuq tushmaganda baribir o'sha asfalt bosishar. Bo'lib ketishi mumkin edi. Endi to'lov masalasida kelgan menimcha o'shaniki taqoslanib qolgan.
qilingan asfalt ko'chalarda mablag'i berilmaganligi menimcha shunga sabab bo'lyapti. Eshitishimizga qaraganda mahalla fuqarolari sizga o'sha pul yig'ib berishgan ekan, asfalt qilib berish. Siz o'zingiz aytgan ekansiz, pul yig'ib beriladi. Yo'q, bunaqa men hali mahalladan pul olib bunaqa emas. Hashar yo'li bilan bo'layotganda ko'chalarga kelib kimdir yuksa bari albatta tashkil qilinadi. Choy poyi boshqasi qilingan bo'lishi mumkin. Atak pul to'g'risida gap so'z yo'q. Biz mas'ullarni mana shu manzilga chaqirish maqsadida bir necha marotaba qo'ng'iroq qildik. Hech biri mobil telefonini ko'tarmadi. Shu sababli biz Marg'ilon shahar hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosarini manziliga keldik. Afsuski, u inson ham mobil telefonlarimizni ko'tarmadi. Natijada biz uning mutaxassisiga qo'ng'iroq qildik. Mutaxassis esa afsuski bizni qo'ng'iroqlarimizni ko'tarmadi. Hokimlik binosini yoniga kelganimizda bu yerdagi xodimlar aynan ana shu qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosarning mutaxassisiga qo'ng'iroq qilishdi. Mutaxassis xotirjam suhbatlashdi. Ana undan so'ng xodimlar mana shu manzilni o'ziga televideniya xodimlari kelgani va fuqarolar murojaati asosida sizga savollari bor ekan deyishgandan so'ng yig'ilishda ekanligini aytdi. Endi biz mana shu yerda boshqa bir masalani ham tahlil qilamiz. Nima uchun? Chunki biz Marg'ilon shahar mas'ullariga ko'p bora murojaat qilganimizda, qachon qarama ular yoki yig'ilishda bo'lishadi, yoki poytaxtda bo'lishadi. O'zi bular ish joyida o'tirishadimi, fuqarolarni qabul qilishadimi degan gap ham o'tdi ko'nglimizdan. Nima uchun Marg'ilon shahar hokimligining binosiga keldingiz degan savol ham sizda paydo bo'ladi. Chunki ko'p mas'ullarni mana shu manzilni o'zida topish mumkin. 2 soatdan ko'proq Marg'ilon shahar hokimligining binosida mas'ullarni kutdik. Obodonlashtirish boshqarmasi bosh muhandisi topildi. Ammo bu rahbar ham Marg'ilon shahar hokimidan intervyu uchun ruxsat so'rashni aytdi. Ruxsat esa yana 1 soatga cho'zildi. Mazkur aytilayotgan o'sha Usmon Nosir 2 tor ko'chasi shaharlashib, hamma asfaltlashga tayyorlash ishlari yakunlangandan so'ng ish mablag' masalasi hamda qish mavsumi sovuq kelib to'xtab qolgan. Hozirgi kunda Marg'ilondagi bir necha ko'chalarda qatorida shu Usmon Nosir ko'chasini ham taklifi yana qaytadan berilgan. Hozir respublikadan tasdiqlanib kelib, mablag' ajratilishi bilan bu ko'chalar asfaltlashtirilib, ishlar oxirigacha yetkaziladi. Aholi endi faqat va'da emas, aniq amaliy ishlarni kutmoqda. Ular uchun asfalt shunchaki yo'l emas, hayot sifatida belgilaydigan muhim infratuzilma. Shuning uchun ham masalaga jiddiy yondashish va amaliy yechim kerak. O'ylaymizki, muammoni yechimiga imzo chekuvchilar aholini bir kunlik chang havosini his qiladi. Ahror Ziyodov, Safar Ismoilov, Obyektiv informatsion tahliliy dastur uchun.